Yosh bolaga ham shuncha pul ketar ekanda. Assalomu alaykum. Kassamizda pastda to'lov qilib qo'yasiz. Ada. Qaq ketyapsiz. Pulimiz yo'q-ku. Tualetga. Blogerlar kelmasa, o'zimiz chaqiramiz. Bugungi eshitgan eng zo'r yangiligim shu bo'ldi. Tuzalib ketganlar rost bo'lsin. Onaxonga ayting, mana mehribon, saxovatpesha xalqimizdan duo qilib qo'yish eslardan chiqmasin. Insofli bola ekan. Rahmat. Hamisha o'ylaganimizdan ham afzal bo'lsin. Salomat bo'linglar. Kechirasizlar. Nasib tuzalib ketsinlar. Shu desanglar, postimiz 5000, storiesimiz $2000 bo'lyapti. Post? Toshmeni postimi? Yo'q, dada Instagramga qo'yiladigan post bor shu. Insofing bormi? Savob olishga olamisanmi? Bitta nogiron. Nogiron bolani so'yib yig'isi qo'shging kelmayaptimi? Nogironmi? Ha? O'xshamayapti. Yurolmaydi. Adadiga Aka. gapirolmayapti. Qalay bo'lmasam $4950 qilib beraman mayli. Meni ham komandan bor. Operator, montajyorlarga pul berishim kerak. Pul yig'ilgandan keyin bersak bo'lmaydimi? Ha yo'q, jindiramiz. Oilamni boqishim kerak. Narsaga ishlayursam, sizlardagilar har kuni chiqaversa menga kim pul beradi? Vaqtim bo'lmaydi. Bolam to'xtab turing. Bolam. Dada, oraqmen meni boring. Ada. Siqilmay. Boyagi blogerni videosini olib oldim. Qarang. Tushunmadim. Mana. Sen o'ynashyapsanmi? Qatan kelib oldi. Mana. Shu desanglar, postimiz 5000, storiesimiz $2000 bo'lyapti. Ada. Buni Instagramga qo'ysa shov bo'ladi. Yig'ishtir. Yongan videoni ham qo'ydik. Bir tiyinlik foydasi olgan bu Instagramingni. Tur, eshing qulfli. Xulimiz. Ertaga yaxshiroq tema o'ylash kerak. Qancha odam ko'rdi? Hozircha 930 ta. Nechta komment? 6 ta. Nima deyishyapti? 4 tasi men birinchi, 2 tasi nima yozsam ko'plar yig'adi. O'chir. Uxla. Yaxshi yozib turing. Tamam, yaxshi dam. Ada. Sizni yaxshi ko'raman. Bilaman. Uxla. Blogerga kelibdi ada. Alon taniyman, pechenkalarim deydi-ku. Sifatdan taniysiz? Ko'rganman. Tarakalla ham kelibdi. Chumolu. Nimaga kelishdi ekan? Klinika reklama qilganimi yoki qaysidir nogironni ko'rgani kelgandek.
Hadi, video topga chiqib ketibdi. Birikitamiz. Bolam, bor aktyorskiy ishlar. Давай. Hammaga assalomu alaykum pechenkalarim. Biza hozir o'sha ehson uchun bloger katta pul so'ragan bemorimizni oldilariga keldim. O'rtoqlar, bu ukamiz ko'rib turganinglarda o'sha avtohalokatdan keyin batamom falaj bo'lib qolgan ekanlar. Adalarining aytishlari bo'yicha borgan sari ahvollari yomonlashayotgan ekan. Vaziyat shunaqa o'rtoqlar. Sizlardan iltimos, pastda karta nomerlar qoldiramiz. Qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar. Rahmat qizim, umringizdan baraka toping. Arzimida aka. Yomon fanatdek bitta cho'chimay samandarjonni bering. Cho'chimay Samandarjon, sog'ayib keting. Ana o'zi yetdi. O'zichi komandamdagi G'ulom Nazirga ham o'xshirkanlar. Unaqa so'v odamlarga o'xshatmang. Joni Deppku bolam, Joni Deppim. Bu bizning nomimizdan. Nimasi? Kim bilmayman. Aha, nogirimga, bolamga rahmat. Amaki, mana arzimasa ham Yo'q, o'g'lingizga ishlatarsiz. Hammayga rahmat. Ada cho'chiyapman. Endi har doim nogiron bo'lib yuramanmi? Ey bola, yo'q joydan omad kelyapti. Foydalanib qolish kerak. Bu yerdagi doktorlar ahvolim biladi-ku. Ahmoq. Men gaplashdim. O'g'lingizni olib kelganinglarda ahvoli yaxshi edi. Nimaga bunaqa bo'lganini tushunmaymiz. Yaxshi doktor bo'lganinglarda bilardinglar. Nimaga unaqa deysiz? O'zi yosh bolada birdaniga falaj bo'lib qolishiga sabab yoki bosh miyaga qon quyilishi yoki tomirlar bilan muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Faqat taxmin. Aniq tashxis yo'q sizlarda. Aniq tashxis bo'ladi. Faqat bizga qo'shimcha tekshiruvlar kerak. Yo'q. O'g'limni faqat yo chet elda davolayman yoki o'sha yerdan doktor chaqiraman. Bo'ldi, gap tugadi. Odamlar xo'roz qancha yetilniki desa Ada, puxta o'ylaysizda hamma narsani. Bilasan, endi chiq. Nima? Ha, cho'milama. Yo'qol. Chiqadi. Mana shu sabrli bola, bloger. Men o'zi kuzatardim bu yigitni. Yaxshi narsalar qilardi, lekin mana shu qilgan ishi umuman menga yoqmadi. Pisat chiqib yubordi. Ulardan ham so'rab qolgan bo'lardim. Iloji boricha mana shu yigitga boykot e'lon qilaylik. Shu lyuksmi? Shunaqa, faqat sal qimmatroq deyam aka. Qimmat? Ultra VIP lyuks bormi? Yo'q. Ha, unda bo'tam bo'ladi. Ko'chib olamiz. Samandar akam tuzalib ketdilar debdilar. Rahmat kattakon, karta raqamlarini yozib qoldirdik mana. Ana rahmat deyapti o'g'lim ham hammalarga qo'llab-quvvatlayotganlarga. Esingizdan chiqmasin, mana belgilab qo'ydik karta raqamlarini. Pulni shunga tashlayverasizlar. Rahmat. Raimjonov 007 rahmat kattakon, umringiz uzoq bo'lsin. Hamyonda pul bo'lganima bo'la kundalik ehtiyoj qidiraman iloj pulni ketidan yugurmaganman lekin mana Men ishonaman, hali to'zalib, ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Siz kuchli insonsiz, Samandar. Kelganingizga rahmat. Biz kutuvdik sizni yubkaxon. Yunka. Yunkaxon. pul jaram pul jiring amchadan bering bo'lmasa kechiring pul jaram pul jiring amchadan bering pul jaram pul jiring amchadan bering bo'lmasa kechiring pul jaram pul jiring amchadan bering Mehr muruvvatlilarim, men sizlarga shunaqa manfaatli joy topib qo'yganman. Bu ko'rib, Buyog'da syomka qilishni to'xtating. jinoyatmisiz? Mashta reklama qilishim uchun o'zingizlar pul to'ladinglarmi menga? Yo, bizga boshlovlar shunaqa buyruq berishdi. Syomka qilmasligingizni so'rashadi. Aka, kontraktim bor. Men yil oxirigacha ishlashim kerak sizlar bilan. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanchasiz? Sizga bergan pulimizdan-chi?
shu joylar ikkilamda qilmasligiga oldin deb hisoblang. Mayli? Biz rozimiz. Noturish qotillar aka, aniq. Yo, chet Qo'limdan tortmay jabr berib qo'yasiz aka, lekin noturish bo'lyapti. Qo'lingizni oling. Assalomu alaykum. Ozgina yordam. Asabim buzilib turibdi, borayoqqa. La! Tanidim seni o'sha ekansan. Ba, Pulingni nima qilamanmi? bu nogironlarning haqqini yeyotgan ekansan-ku. Men ham ikkinchi guruh nogironiman. Rozi bo'lib beraman, avurmaysanmi? Olay pulingni. Aka, olib keta pulingni. Ha, sen gapiraman. Hoji aka, bilamiz, sizda pul ko'p-ku. Oxirgi payt kimgadir yaxshilik qilgisi kelyapti-yu. Mana, Samandar jigar ahvolini qarang. Hammamiz birlashib shuni oyoqqa turg'iza olmaymiz ham. Bekoriga, ko'chadagi qizlarga bular bo'lmasga pullarni sarflab tashlayapsiz-ku. Hech bo'lmasa 5000, 10000 bo'lsa ham yordam qiling, ehson qiling. To'g'risida hamma birlashyapti-ku. Hamma yaqinlaringizga hech bo'lmasa tarqatib, qo'lingizdan kelmasa pul tashlash, like bosib qo'ya olasiz-a? Tez buxgalterga uchrashasan-da, kompaniyani o'tgan yilgi foydasidan 3%ni shu bolaga ehson sifatida ajratasan. Tushundingmi? To'g'ri. Tezlashamiz. Bola otasiga yetkazildi. Yangi loyihamizdan uy berishga tayyormiz. Xo'p bo'ladi. Shuni bugun hal qilinglar. Tushunarli. Adasi, Ha? oylik tushgan bo'lsa, bo'lajak farzandimiz nomidan shu bolaga ehson qiling. Kartajni. 86. Sevar. Hop. Kartemda puling bormi? Ovqat zakaz qilmoqchimiding? Bevshim nogiron bo'lib qopti bechora. Yomon bo'pti-ku. Ataganing bo'lsa ber qo'shib tashlab boraman. Yo'q, hali pochim qilmadim-ku. Napida bormikan-a? Napi? Vovoq. Vovoq. Vovoqlar so'qib qopti-yu. Hoy, adasi, o'g'lingiz. O'g'lim. Voy bolam. Voy bolam, nima bo'pti bolamga? Video tashlabdi. Ha, oling. Bir nima ekandimmi? Voqma qilishingga qara. Jiyaningiz oyoq qo'lim ishlamay, больницada yotgan ekan. Voy, Sobir ekanmi o'g'limi? Soppa-sog' yuruvdi-ku. Bilmadim. Ma, bor, qarindosh urug'liga xabar ber. Bansiga borib ko'rib kelamiz. Panjni turolmay. Juring, haydang. Juring. Bu meni eng yaxshi ko'rgan o'yinchog'im. Buni sizga olib keldim. Ota Anjela. Rahmat. Tuzalib keting. Pulimiz bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yaxshimisiz? Pulimiz bor. Pulimiz bor. Anjela. Uchishni bilasanmi? Voy Anjela. Pulimiz bor. Mana pulim. Otajon, voy ketdi. Voy ketdi. Mana. Ota. Voy ketdi. Kechiring, atlar xiyanim yo'q. To'xtang.